Hazrati insonlar, Buyuk İpek yo'li, Turkiston nomi bilan mashhur bo'lgan diyorimizda markaziy qismi Samarqandni qadimiy Afrasiyob tepaligidamiz. Afrasiyob tepaligi bu eramizdan avvalgi 8-asrdan va eramizning 13-asrigacha bo'lgan, ya'ni Chingizxon bosqinigacha mavjud bo'lgan qadimiy shahar xarobalari hisoblanadi. Men hozir borligicha ko'rsatishga harakat qilaman. Ko'rib turganlaring qadimiy Afrasiyob tepaligi. Ushbu tepalik qadimiy So'g'd davlatining poytaxti hisoblanadi. Bu yerda shahar xarobalari saqlanib qolgan. Arxeologik qazishmalar natijasida bir qancha tarixiy topilmalar topilgan. Mana ko'rib turganlaring Cho'pon ota tepaligi, shaharda shimoliy qismida. Chingizxon bosqinidan keyin shahar Afrasiyob tepaligi butunlay vayron qilinadi va hozirgi zamonaviy Samarqand shahri Afrasiyob tepaligining mana bu janubiy qismida qaytadan tashkil qilinadi. Bu joyda qadimda Eronliklar, So'g'dlar, turkiy qabilalar yashagan. Bu qadim Ipak yo'lining eng markaziy qismi hisoblanadi. Qolaversa, shundoqqina tepalik yonida Siyob arig'ini yonboshida, Xo'ja Doniyor maqbarasi yonboshida Afrasiyob muzeyi bor. Mana ko'rib turibsizlar. Afrasiyob muzeyi, bu yerga kirib muzeyda ichidagi eksponatlar o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Sayyohlar bilan gavjum hozirgi kunda ham. Muzey 1970-yilda sobiq SSR davrida tashkil qilingan. Bu yerda asosan mana shu tepalikdan topilgan ashyolar, topilmalar saqlanadi. Eng mashhur topilmalardan biri So'g'd devori rasmlari. U yerda shu So'g'd xonlari, xoqonlari Xitoydan, boshqa davlat